Do'stlar, bu gulshanda bayramu ayyom o'zgacha, mustaqil erkin chamanda gullagan har yon o'zgacha, shogirdlar ustoz qoshida tabrigu kalom o'zgacha, muallimlar madhida ta'zimu salom o'zgacha. Assalom ustozlar, mehri go'yolar, yuragi qiyolar, sizga haqda ehtirom, qo'llar ko'ksimizda dermiz assalom. Assalomu alaykum ushbu tabarruk maskanga yig'ilgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum, bugun yuragi ham quvonch, ham shodlik bilan to'lgan, orzular qanotida uchayotgan qadrli maktabdoshlar va farzandi quvonchiga sherik bo'lish uchun tashrif buyurgan hurmatli ota-onalar. Bugungi bayram tadbirimizni ochiq berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Mahmudov Avazbek Ahmadjonovga beramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar, hamda maktabimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Bugungi tadbirimizni albatta ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi tadbir sababchilari bo'lgan 11-sinflarni, ya'ni maktabimiz bitiruvchilarini bugungi shodiyona, ya'ni real hayot sari ilk qadam qo'yayotgan kunlari bilan tabriklayman. Ularni kelgusi hayotlarida o'zlari istagan kasbni, hunarni egallashi va ota-onasiga, xalqimizga sadoqatli xizmat qilishlariga va kelajakda buyuk inson bo'lib davlatimizga, yurtimizga, el yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetilishiga tilab qolaman. Maktabimizga xush kelibsizlar. Aziz o'quvchilar, mana shu tadbir ishtirokchilarini muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni tadbir ishtirokchilariga yo'llagan taklif nimasini o'qib bermoqchiman, tabrigini o'qib bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maktabimiz bitiruvchi o'g'il-qizlariga tabrigi. Hurmatli aziz farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, shahodatnomani qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadimizni amalga oshirishimizda butun xalqimiz qatori ilmli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonimizni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarni zamonaviy ilm va kasb hunarni egallashingizda hozirgi kunda 200 dan ortiq oliy o'quv yurtlari, 600 ga yaqin ko'plab texnikumlar, monomarkazlar va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at, sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Sizlarni ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yosh faslining oltinga teng bo'lgan har bir daqiqasini kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qilishda yetuk kadr, ongli va oliyjanob inson bo'lib, xalqimizga sidqidildan xizmat qilishingizni kutib qolamiz. Shuni aslo unutmangki, odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtini hurmat va e'tiborga sazovor bo'lishi uchun doimo oldinga intilib yashashi, izlanishi va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalardagi yutuqlaringiz yangi O'zbekistonning qudratli bo'lishiga beqiyos hissa qo'shadi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan, qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onangiz, butun xalqimiz faqat ezgu ishlarni kutib qoladi. Ana shunday yuksak ishonchga doim munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishda aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamingiz qutlug' bo'lsin. Aziz o'g'il-qizlarim, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
ushbu 11-sinf o'quvchilarini yana bir bor tabriklaymiz. Ularga eng ezgu tilaklarimizni yo'llab qolamiz. Rahmat. Mana biz orziqib kutgan 25-may ham yetib keldi. Ammo mana shu damda, mana shu aziz maktab qo'ynida sinfdoshlar bilan loqal bir kun qolgin keladi. Lekin hayot, vaqt faqat oldinga intiladi. Ijozatingiz bilan davramizga bugungi tadbirimizning sababchilari, ya'ni bitiruvchilarimizni taklif etamiz. Eslaganda ko'zda yoshlarim, 11 yillik partadoshlarim, yaxshimisiz, sog'-omonmisiz, ey o'zimni sinfdoshlarim, har qayoqda bo'ldik hayotda, u damlar hamisha yodda. Sodda edik, juda ham sodda, ey o'zimni sinfdoshlarim, qog'ozlarga yozilgan xatlar, telbalarcha ilk muhabbatlar, o'sha paytlar, o'sha suhbatlar qaytsa edi sinfdoshlarim. O'sha go'zal maktab yoshida, o'sma bo'lar edi qoshida, kutar edi ko'cha boshida, bilar edi sinfdoshlarim. To'xtab qolsin soat yillari, chalinmasin so'nggi qo'ng'iroq, ortsa qolar sho'xlik yillari, chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq, nahot boshqa yo'limiz, xomush tortib yig'lar dilimiz, ketar chog'i ortda ko'zimiz, chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq, sizni unutmaymiz birinchi ustoz, birinchi qadamim esimda-ku oz, sizni qadrlaymiz, sizgadir e'zoz, chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq. Kutmoqda quyosh, ular jo'namoqda sho'x bolalikdan, bu yo'lda tilagin unga zo'r bardosh, mustaqil hayotga qo'ymoqda qadam. Davramizga bizning kichik bitiruvchilarimiz, ya'ni 4-sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Marhamat. Stars
iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim. Boyligim siz, oh beg'uborim, eng chiroyli gulim siz ona. Sochingizda rayhonlar isi, yuzingizni tafti bir olam, fasllarning kelinchak qizi. Iliq yuzlaringiz bor, gulga qiyos farzandlaringiz bor. Siz bahor, siz bahor, siz bahorga o'xshaysiz ona. Ko'zlaringiz soch nolasi, yuzlaringiz bahor lolasi. Men bahorning erka bolasi, siz bahorga o'xshaysiz onam. Shoir demang, shoir emasman. Shoirlikni davo qilmasman. Ta'riflasam ham, tasvirlasam ham siz bahorga o'xshaysiz ona. Tuna bo'yi alla aytib uxlamagan o'zingiz, uyqularga to'ymaganman shu chiroyli ko'zingiz. Uxlasam ham, uxlamasam ham shirin bo'lgan so'zingiz. Shuning uchun ajinlarni ko'p tushirgan yuzingiz. Onajonim, gullar bilan to'lsin bosgan izingiz. Endi sizga parvonadir o'g'lingiz u qizingiz. Ona eng ulug' zotdir, bag'ri keng dunyo. U bilan yechilar ko'plab muammo. Bu dono sarboldir umr yo'lida, ne buyuk zotlar o'sgan yo'lida. Kiprigida asror jon parchasini, lang ochgan olamning darichasini, yemakni o'rgatgan so'zni kalomi, odob axloq va salomni O'rgatgan ziyyolik, rostlik, poklikni, shirin suhbatligi uchun o'rtoqlikni. Onajonimni rozi etarsang zamon seniki, na zamon zamin osmon seniki. Agar otamni ham rozi etarsang 18 million olam jahon seniki. Siz bizga berdingiz hech sinmas qanot, ilm fan ko'ksida tilab parvozlar. Biz ta'zim qilamiz sizga umrbod, hamisha qadrli aziz ustozlar. Davramizga bitiruvchi sinflarimizni taklif qilamiz. Ular vaqtda go'zallashib Saçını şamanları maydaları, kaşını çımarken neyzeleri, buyurda keteydi çürdeser, kavağını uyvayan zerdeler. Gittiden yükürken kança, men bilan pinhona chashgan kancha, uyingdan chiqmaysan o'zgarding ancha, odamday gaplashaylik qiynama buncha. Nazira, 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 yuragimni ezma nazira, 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 ezma deyapman nazira. Yoningga quloch qo'yib borsan, quyoshda ko'mirday kuyib borsan, har kundan battar suyib borsan, olamga chiqmaysan nazira. Ketidan yugurgan kancha, men bilan pinhona uchrashgan kancha, uyingdan chiqmaysan o'zgarding ancha, odamday gaplashaylik qiynama buncha.
katta tinglaymiz. Sabah geldin haber qishloqlarimdan, sabah geldin haber qishloqlarimdan, bezangan gulshanimdan bog'larimdan, bezangan gulshanimdan bog'larimdan. Ko'zimga surma bo'ldi singardi toki, ko'zimga surma bo'ldi singardi toki, meni o'stirgan o'z tuproqlarimdan, meni o'stirgan o'z tuproqlarimdan. Havoli sayliga hamganda yaylab, havoli sayliga hamganda yaylab, buyuk zo'r ko'kragi keng tog'larimdan, buyuk zo'r ko'kragi keng tog'larimdan. Dilim suvlarini tashlab ichilgan sohibin qaymoqlarimdan. Dilim suvlarini tashlab ichilgan sohibin qaymoqlarimdan. Sinsandek yashur ona tabiat, sinsandek tabiat. Qadrdon do'stlarim o'rtoqlarimdan, qadrdon. Yillar o'tib ulg'aysak bir kun yoshligimiz ayol bo'ladi. Aytilmagan dil so'zlari uchun yuraklarda armon bo'ladi. Davramizga 4-sinf qizlarni taklif qilamiz. Ular ijrosida go'zal raqs. Davramız senle güzel, kelayla kurram dostum. Dairen geçer, mana bugün bayram dostum. Davramız senle güzel, kelayla kurram dostum. Dairen geçer, mana bugün bayram dostum. Dünya hayran duylasın, havas kılıp duylasın. Dünya hayran duylasın, havas kılıp duylasın. 2025-yil o'quv yili davomida o'z xulqi va bilimlari bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelgan o'quvchilarimizni taqdirlash uchun so'z navbatini maktabimiz rahbari va tashrif buyurgan mehmonlarga beramiz. Aziz o'quvchilar, mana bu joyda shu o'quv yili yakuni bo'yicha maktabimizda a'lo bahoga o'qigan o'quvchilarni ana shu arzimas bo'lsa faxr yoli bilan tabriklab qo'yamiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani tasarrufidagi 32 umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi Dilshodov Shahriyor 2024-25 yil o'quv yili davomida tengdoshlari orasida a'lo baholarga o'qiganligi uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Shuningdek, o'quvchisi Ma'muraliyeva Ruhshona faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 5-B sinf o'quvchisi Erkinov Omadbek. 1-sinf o'quvchisi Ahmadaliyev Mirziyo. 5-B sinf o'quvchisi Usmonaliyeva Gulhayo. 1-sinf o'quvchisi Abdullayeva Gulyora. 2
ikkinchi B sinf o'quvchisi Hasanboyev Xurshidbek. Ikkinchi B sinf o'quvchisi Habibullayeva Arofatxon. Ikkinchi A sinf o'quvchisi Shavkatov Mahmudjon. Ikkinchi A sinf o'quvchisi Jumaboyev Fazliddin. Ikkinchi A sinf o'quvchisi Mamuraliyeva Maftuna. Uchinchi sinf o'quvchisi Rahmatullayeva Nargizaxon. Uchinchi sinf o'quvchisi Rahmonaliyeva Shodiyona. To'rtinchi sinf o'quvchisi Xatamjonova Oygulxon. To'rtinchi sinf o'quvchisi Abdullayeva Ziyodaxon. To'rtinchi sinf o'quvchisi Erkinov Mirziyobek. Beshinchi A sinf o'quvchisi Rahmatova Shukrona. Beshinchi A sinf o'quvchisi Rahmatova Shukrona. Beshinchi A sinf o'quvchisi Murodilov Abdurasul. Yettinchi sinf o'quvchisi Ahmadjonova Zulfizar. Yettinchi sinf o'quvchisi Salohiddinov Do'stmuhammad. Sakkizinchi sinf o'quvchisi Erkinova Xushnoza. Sakkizinchi sinf o'quvchisi Abdullayeva Dilafruz. To'qqizinchi sinf o'quvchisi Muhammad Aminova Dilnura. To'qqizinchi sinf o'quvchisi Topvoldiyeva Farangiz. 10-chi sinf o'quvchisi G'ulomiddinova Gulsinoy. 10-chi sinf o'quvchisi Abdumutallibova Muhayyo. 11-chi sinf o'quvchisi Ibrohimova Munisa. 11-chi sinf o'quvchisi Erkinov Ozodbek. 11-chi sinf o'quvchisi Muhammadjonov Nuriddin. 11-chi sinf o'quvchisi Olimov Fayzullo. 11-chi sinf o'quvchisi Tojaliyev Akbarjon. 11-chi sinf o'quvchisi Murodilova Rayhona. 11-chi sinf o'quvchisi Odilov Bekjon. Jahongir. 11-chi sinf o'quvchisi Mamasodiqov Bahodir. 11-chi sinf o'quvchisi Mamuraliyeva Zuhraxon. 11-chi sinf o'quvchisi Salohiddinov Shamsiddin. 11-chi sinf o'quvchisi Mamuraliyeva Fatima. 11-chi sinf o'quvchisi Hojiakbarova Sevara. 11-chi sinf o'quvchisi Habibullayev Quvonchbek. 11-chi sinf o'quvchisi Usmonaliyev Muhammadroza. 11-chi sinf o'quvchisi Erkinboyeva Zeboxon. 11-chi sinf
Habibullayeva Zilola, Abdusamatov Qobiljon, Olimov Rahimjon, to'rtinchi sinf o'quvchisi Begaliyeva Sevinjoy namunali xulqi uchun taqdirlanadi. Tojimatova Nodiraxon, 4-sinf o'quvchisi. 4-sinf o'quvchisi Muhammadjonov Abdulboriy. 4-sinf o'quvchisi Yusufaliyev Ziyodullo. 4-sinf o'quvchisi Asadullayeva Beg'uborxon. 4-sinf o'quvchisi Abdumutallibov Nuriddin. 4-sinf o'quvchisi Mamasiddiqova Mardonaxon. 4-sinf o'quvchisi Abdullayev Ahmadjon. 4-sinf o'quvchisi Xolmatova Sevinjoy. 4-sinf o'quvchisi Isroilov Islomjon. 'Tojaliyev Muhammadziyo. 'Mamasiddiqova Mehrangiz. 'Aziz o'quvchilar, bu yerga sizlarni barchalarini tabriklayman. Kelgusi o'quv yilida ham a'lo baholarni olib qolishlarini tilab qolaman. Joylaringga boringlar. Bugungi bayramimiz sababchilari bo'lgan bitiruvchilarimizni yana bir bora davramizga taklif etamiz. Bizni birinchi sinfdan o'qitgan ustozimiz Nozimaxon ustoz bizga o'qishga yozishga o'rgatganligi uchun sizga katta rahmat. Bizni shu darajaga yetishishimizda siz sababchisiz. Bergan sovg'amizni qabul qilib olasiz. Avvalambor bugungi bitiruvchilarimizni mustaqil hayotga qadam qo'yayotganlar bilan tabriklayman. Iloyim kelajakda nimani orzu qilgan bo'lsalaring barchasiga erishinglar. Yaxshi gap o'tdi, yomon gap o'tdi. Iloyim kelajakda hammani qoyil qoldiradigan kasb egasi bo'linglar. Har doim orzu qilishdan charchamang. Ana shu orzungizga erishishda hech qachon to'xtamang. Hammalaringga uzoq umr va saodat tilayman. Iloyim sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni shu sho'xlilarimizga, qiyinchiliklarimizni chidab kelgan G'ayrat akamga rahmat deymiz butun sinf nomidan. Rahmat domla sizga. Berganlaringizga rozi bo'ling. Uzoqdan kelgan hurmatli ota-onalar, mahalladoshlar, mehmonlar xush kelibsizlar. Men ham shu bolalarga uzoq umr tilayman. Kelgusi ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Endi biz ham yaxshi, yomon gapirganimizga chidashdi bular. Endi qo'ldan kelganicha. Xullas, kelgusi ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat.
hurmatli aziz ustozlar, xush kelibsizlar. Shu o'rinda barcha ustozlarimiz bilan Husanboy ustozni tabriklaymiz. Shuncha bilim berib, rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, mana bugun maktabimizni eng oldi har tomonlama o'zini bilimi bilan, o'zini sho'xligi bilan eng oldi bo'lgan sinfni bitiruv kechasidamiz. Mana shu hayot oldingizda turgan ulkan hayot yo'lida sizlarga omadlar, zafarlar tilayman. Nozima ustozimiz aytgandek, eng oldi vatanimizda eng oldi inson bo'lishlarini sizlarga tilab qolaman. Rahmat sizlarga. Shuning bilan bugungi bayram tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Navbatni so'nggi qo'ng'iroqqa beramiz. Marhamat. Gar bolali